Ayol kishi eridan arazlab bir marta tashlab ketsa uyiga, tamom o'sha erining barakasini kesadi. Tamom o'sha erining hayotidagi kelajagiga bolta uradi shu ayol. Nimaga? Chunki eriga itoatsizlik qildi. Erini tashlab ketdimi, buni tagida juda ham og'ir gaplar bor. Shuning uchun janjal bo'ladimi, urush bo'ladimi, eringiz hech qachon yashab turgan uyini tashlab chiqib ketmang. Qaytib kelishligingiz aniq, lekin shunda ham tashlab chiqib ketmang. Ayollar shuni yaxshi bilsinlar. Eriga qilingan har bitta xatti-harakat noto'g'ri tarafga. Unga bo'lgan hurmatsizlik darajasidagi birgina harakat eringiz ishida, eringiz salohiyatida, eringiz kelajagiga katta ta'sir qiladi, salbiy ta'sir qiladiki, buni mevasini albatta ko'rasiz. Shuning uchun arazlashayotgan yosh oilalar shuni yaxshi his qilsinlarki, hech qachon eringiz uyini tashlab ketmang arazlab. Mayli siz haq bo'lsangiz ham, nohaq bo'lsangiz ham. Mana shuni ayollar odat qilingki, nima bo'lgan taqdirda ham eringiz ostonasini xatlab bir marta bo'lsa ham ko'chaga chiqmang.